Xush kelibsiz. Mashinani ishga tushiraman. Qaynoq kofe tayyor. Xo'p, ishga haydi. Albatta. Ish deganda bolalar bilan o'tirishgami yoki rostdan ishga? Qanaqa proshivka bu? Aqlli bo'lib ketibdi bu elektromobilni. Mana qara, o'sha haqiqiy ishga hayda deyapman senga. Xo'p, avval odam ekanligingizni tasdiqlang. Voy tavba qildim. Va hozir qara qilmasang odamligimni isbotlab beraman hozir endi. Tasdiqlandi. Zaryadimiz 15% qolgan, ishgacha yetadi. Lekin qaytishda muammo tug'ilishi mumkin. Bo'pti, haydurgin, men ishxonada qo'yaman. Bo'laqa. Yo'q, men o'zimga yaxshisini tanlayman. Eski обновлениеga qaytar. Bo'lmasa men hoziroq shunday remontga borib tiqib yuboraman, tushundingmi? Menga qara odam bolasi. Hozir tinchgina Trianon Energy'ga borib quvvatlashga qo'yamiz. Keyin ishga boramiz. Yoki hozirning o'zida bu mashinaga kimlar chiqqani, nimalar bo'lgani va hattoki shoshma. xotiningni raqamiga jo'nataman. Yo, unaqa qilma. Bo'pti. Trianon bo'lsa Trianon. Xo'p, bo'pti. Boramiz o'sha Trianonga. Hozir boramiz. Bo'ldi, shoshilma. Qizishma, hammasi yaxshi. Bo'ldi, o'sha bor, o'sha Trianonga hayda bo'lmasam. Albatta.